turklar noodatiy taomi, nomini bilmayman to'g'risi. Zaytun yog'i, piyoz solamiz, qizarguncha qovuramiz piyozni, ustidan pomidorni shundoq tashlaymiz-da. Yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. O'rtada go'jalarimizni ham reklama qilamiz, hozir ko'rasizlar. Juda ham chiroyli bo'lgan. Bugun uy bekasi bo'lib, juda esim ko'p bo'lib go'jalar pishirdim, o'riklar qaynatdim. Turmush o'rtog'imga va mana shu holatga keldi. Ustidan keyin mana shunaqa ko'k no'xat deydimi buni, bizda nima deyishini bilmayman buni. Keyin yosh no'xat deyshadi turklar. Shundoq qilib ustidan solib, o'rtada tarvuzlar obzor qilamiz, chunki sovuqda issiq havo, issiqda tarvuz yedik-muzdagina. Keyin где-то mana shuni holatda 15 daqiqa qovurib, ustiga suvni shundoq quyasiz-da. Keyin 35 dedi, asli 35 da pishmadi meniki. Undan ham ko'proq vaqtda pishdi va mana shu holatga keldi. Shundoq yeb ko'ramiz, ta'mi qanaqa ekan. Men sizlarga buni maslahat berardim, chesni obzor qilib, lekin o'zini yeb olmas ekan. To'g'risi yoniga guruch bo'lsa, undan ham a'lo bo'ladi, lekin ta'mi juda ham shirin chiqdi.